Sardor aka, sizga chet eldan ham bemorlar keladimi? Nimaga aynan sizga keladi? Eng yaqini misol uchun mana Qozog'istondan, Tojikistondan kelishadi, Izraeldan kelishadi, Amerikadan kelishadi, Avstraliyadan kelganlar bor, Angliyadan kelishadi haligacha uni to'g'rilatish uchun. Sababi sifatga nisbatan narx arzon. Ishoning, misol uchun men ko'rdim, o'sha Izrael ishlarini ham ko'rdim. Realniy case. Sifat bizga nisbatan bir 5-10 barobar pastroq, narx 10 barobar qimmat. Xuddi o'sha protsedurani boshqa jag'ida qilib berdim. Narx 5-10 barobar arzon, sifat ancha baland bo'ladi. Oddiy misol, implantlarni ham ko'rdim, tish olgan joyini ko'rdim, suyak narashini, implant koronkalarni ko'rdim. Yaxshi emasdi. Amerikadan kelgan ishni ko'rdim mana, realniy case. Amerikada qo'ydirgan ekan. 8 ta implant qo'ydirgan. $1800 donasi. Qo'ydirgan implant koronkalar qimillab o'ynab yotibdi. Sardor shuni bir amallab qotirib bering deyapti. Amallab qotirib berdim uni. Pul uchun bor edi. Balki deb o'yladim. Ular servis olmoqchi bo'lgan klinikalar Amerika o'rinda, o'rtaroq o'rinda klinikadir. Balki yaxshi sifatli xizmat qiladiganlar u narx emas, undan ham qimmatroq narx, undan ham sifatliroq qilishardi. Lekin bizda sifat ulardan yuqori, narx ancha past. Menga sirazi oldin 2-3 oy oldin yozishadi. O'shanga mos biletlar olishadi. Qo'ydirib ketib Amerikaga borib keladiganlar bor.